150 ming bilan 300 ming so'mda o'rtasida ilojsiz tuyilayotgan naveslarimizni bugun iloji borligini ko'rsatamiz do'stlar. Birinchi o'rinda biz bilan ishlasangiz nima bo'ladi? Pulingiz yoningizda qoladi. Undan tashqari hozirgi kunda global muammo bo'lib turibdi. 25 metrli naveslar qor ko'taradimi degan narsa. Shunga javob qilgani uchun ustakalarimiz aynan sizga 25 metrgacha chiroyli holatda naveslar qilib beradi. Natijaga nimalar kiradi? Polniy hamma navesli mahsulotlari siz xohlagan rangga bo'ya berishi uchun siz rangini olib kelib berasiz va tunikasini olib kelib berasiz. Qolgan hamma narsa ustakalarimiz o'zida bo'ladi. Faqat baraka qilsangiz bo'ldi. Undan tashqari bu aynan Andijonda emas, butun O'zbekiston bo'ylab, balki qo'shni Qirg'iziston, Qozog'istongacha bemalol ustakalarimiz chiqib, chiroyli holatda, kelishilingan holatda dogovor qilishadi. Eng muhimi bilasiz, katta naves qildirayotganda pul o'ynab qoladi. Bitta mashinani puli yoningizga qolsa yomonmi? Hoji aka, endi bemalol telefon qilib narx solishtirib oling. Aynan shunaqa katta tom yopadiganlarga maksimal jo'natib qo'ying. Sizni foydasi tegib qolsa bir kun shuni salqinida o'zingiz ham dam olasizda. Albatta video jo'natib qo'ying. Biznes obzorlarni bizdan kutib qolasiz.